Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Gulbahor bilan shundoq telefonda shu biza intervyumizdan keyin sovg'ani berib yubordim. Oldingizga kirib, hol so'rab, qisqa suhbat qilib ketgandim, qarshi bo'lmasangiz. Bahodir aka, bandalik, Xudo sabr bersin. 2 oy deganda endi ishga chiqibsiz. Ancha ozib qolibsiz. Janozalarga kelganda ham endi men sizni qaddimda qo'yib turadigan erkak deb bildim, tanimadim sizni. Ancha so'lib qolibsiz ham desa bo'ladi. Endi Jahongir, to'g'risi hech kimning boshiga bunaqa musibat tushmasin. Farzandini yo'qotish bu har qanaqa temir odamga ham yomon ta'sir qiladi. Har qanaqa insonni boshini egib qo'yadi bu. Buni boshiga tushmagan odam bilishi albatta qiyin. Lekin men buni o'zimning dushmanimning ham boshiga tushishini xohlamayman. Ishga endi bugun chiqdim, endi ozgina mana korxonadagi xodimlar, o'zimning qizlarim amaliy ruh tushib ketmasin deb chiqib bir ozgina o'zimni chalg'itish uchun chiqdim. Qizimizni berib qo'yganimizdan keyin Saudiya Arabiston ketdik. Qizlarimni hamma qolgan 4 ta qizimni olib, 4 ta kuyovimni olib ketib ziyoratlar qildik. Undan keyin mana yaqinda Shirin qizimizni o'qigan universitetidan bizni taklif qilishdi Xitoyga. Qizimni nomini abadiylashtirish maqsadida Shirin nomli xayriya fondi tashkil qilindi. Xitoyda o'sha Tsinxua universitetida o'qigan. O'sha Xitoyning eng nufuzli universiteti Tsinxua universitetida tashkil qilindi. Shu borganda biz universitet rahbariyati, dekanat, mana shu o'quvchilarni yig'lab gapirgan gaplarini ko'rib, to'g'risi toshib ketdim, to'lib ketdim. Shunaqa qizim borligidan, shunaqa qiz tarbiya qilganimizdan onasi bilan faxrlandik. Lekin ming afsuski, Alloh taolo bizga shunaqa bir farishta qizni bergan ekan, biz to'g'ri sezmay qolgan ekanmiz. O'zimni o'zim yeb qo'ydim desam ham bo'ladi. Sababi men hayotiy o'zi qattiq qo'l otaman. Ya'ni farzandlarni ko'p erkalashni bilmayman. Shu farzandlar aqlli, xushlik, eli yurt havas qiladigan, ulug' insonlar bo'lishsin, o'g'il boladan kam bo'lishmasin deb juda ham qattiq turganman. Masalan, bemalol xohlagan joyiga borib, xohlagan ishini qilib yurishga imkoniyat bermaganman. Bu holatlar bo'lgandan keyin to'g'risi o'zim yomon ko'rib ketdim. Endi biz bandamizda bilmaymiz-ku endi qancha umr ko'rishimizni. Buni faqat yaratgan Egamimiz o'zi biladi. Mana shu fursatdan foydalanib bizni shunaqa og'ir kunlarimizda shuncha ishlari bo'la turib, shuncha band bo'la turib